Vizalar javobini olmaslik uchun 5 muhim qadam. Bugun sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Vizaga topshiryapsizmi? E'tibor bering, har 3 ta talabadan bittasi rad javob olyapti. Birinchisi, universitetingiz akkreditatsiyadan o'tgan bo'lishi shart. Chunki akkreditatsiyadan o'tmagan universitetda siz o'qib chiqib diplom olsangiz, diplomingiz ko'plab davlatlarda o'tmaydi. Ikkinchisi, hujjatlaringiz to'liq, tartibli va asosiysi to'g'ri tarjima qilingan bo'lishi kerak. Chunki ko'plab talabalar sifatli emas, arzon tarjimani tanlashadi va oxirida vizadan rad javobini olishadi. Uchinchisi, talabalik maqsadingiz aniq yozilgan bo'lsin. Motivatsion xatda nimaga aynan shu universitetda va shu shaharda yashashingizni elchixonaga to'g'ri ko'rsatib berishingiz kerak. To'rtinchisi, moliyaviy ta'minotingizni isbotlash. Ya'ni elchixonaga siz, ota-onangiz keyingi yillardagi o'qishingizni ta'minlab berishlarini ko'rsatib berishingiz kerak. Beshinchisi, intervyuga tayyor bo'ling va ishonchli gapiring. Oldindan uchraydigan savollarga tayyorgarlik ko'rib, intervyu payti stress bilan savollarga javob bermang. Izohlarga 5 raqamini yozib qoldiring. Xodimlarimiz siz bilan bog'lanib, viza olishingizga yordam berishadi.